Assalomu alaykum. Sizni bir minutga mumkinmi? Mumkin. Sirdaryo viloyat axborot kutubxona markazini qayerdaligini bilasizmi? Ha, bilaman. Ma'naviyat ma'rifat markazida. Rahmat. Bizni viloyat axborot kutubxona markazimizga tashrif buyurganmisiz? Necha yildan beri misolcha a'zo bo'lganmisiz? Ha, a'zo bo'lganman. 2 yildan beri borib turaman. Rahmat. Bizda hozir O'zbekiston kitobxonlar yurti 5-Respublika kitobxonlik haftaligi bo'lib o'tyapti. Ya'ni 21-apreldan 27-aprelgacha davom etadi. Bu yerda bizda kitobxonlik haftaligimizdagi dasturlarimizdan tanishishingiz mumkin. Sizni bizning kutubxonamiz qayerdaligini bilganingizdan xursandmiz va sizni arzimas sovg'a bilan tabriklab qolamiz. Assalomu alaykum qizlar, yaxshimisizlar? 1 minut vaqtlaringni olaman. Bizni Alisher Navoiy nomidagi Sirdaryo viloyat axborot kutubxona markazi qayerda joylashganini bilasizmi? Yo'q, bilmaymiz. Sizchi? Yo'q. Bilmasangiz, Alisher Navoiy nomidagi Sirdaryo viloyat axborot kutubxonamiz O'zbekiston Shoh ko'chasi 8-uy, ya'ni mo'ljal bayroq ro'parasida. O'zbegim bayrog'i ro'parasida. Hozirgi kunda bizda O'zbekiston kitobxonlik yurti 5-Respublika kitobxonlik haftaligi bo'lib o'tyapti. 21-apreldan 27-aprelga qadar davom etadi. Sizlarni mana bu dasturimiz bilan tanishib chiqib, sizlarni kutubxonamizga tashrif buyurishlaringni istab qolamiz. Mayli, sog' bo'linglar. Axborot kutubxona markazini qayerda joylashganini bilasizmi? Ma'naviyat markazida? Ha. Hozir bizda ma'naviyat markazida joylashgan, ya'ni O'zbekiston Shoh ko'chasi 8-uy. Bizda kutubxonamizga tashrif buyurganmisiz? Borib turamiz. Necha yillardan beri borasiz yo qaysi oylardan beri borasiz? Endi uzoq emas. To'g'risi o'tgan yil borganman, oxirgi marta. Hozir bizda kitobxonlik haftaligi bo'lib o'tyapti. 21-apreldan 27-aprelgacha qadar. Mana bu yerda bizda dasturlarimiz bilan tanishib chiqishingiz mumkin va bizni kutubxonamiz qayerda joylashganini bilganingizdan xursandmiz. Arzimagan sovg'ani sizni kutubxonamizda kutib qolamiz. Sog' bo'ling. Rahmat. Xo'p. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Rahmat. Bizni Sirdaryo viloyatidagi Alisher Navoiy nomidagi axborot kutubxona markazimiz qayerda joylashganini bilasizmi? Ko'rganman, lekin hozir aniq esimda yo'q. Sizni hozir kutubxonamizda kitobxonlik haftaligi bo'lib o'tyapti. Ya'ni mana shu kitob eshitdingiz, ijtimoiy tarmoqlarda ko'rdingiz. Mana bu dastur bilan tanishib chiqib, sizni tashrif buyurishingizni xohlab qolamiz. Ya'ni bizga imkoniyati cheklanganlar uchun joylarda, ya'ni uylaringizga tashrif buyurib, bizning xodimlarimiz siz sevib o'qiydigan kitoblarni olib borib berishlari mumkin. Siz qanday kitoblarni ko'proq o'qiysiz? Chet el, rus adabiyotini ko'proq o'qiyman. Lekin o'zimiz o'zbek adabiyotini ham yaxshi ko'raman. Hozir lekin topa olmayotgan kitoblarim ham bor. Avval yoshligimda o'qib, hozir yana qayta o'qishni xohlagan kitoblarimni topa olmayotgan joyim ham bor. Xudo xohlasa sizni kutubxonamizga tashrif buyurishni xohlayman. Ya'ni bizning Alisher Navoiy nomidagi kutubxonamizga tashrif buyurishingizni xohlaymiz va arzimas sovg'amizni sizga taklif qilamiz. Sog' bo'ling. Sizni kutamiz va bizni kuting va siz sevib o'qigan kitoblarni olib boramiz. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Rahmat. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yigitlar, kutubxona qayerdaligini bilasizmi? Viloyat axborot kutubxonasi markazini. Kim biladi? Siz bilasizmi? Kutubxonaga kirganmisiz? Kirganmiz. A'zo bo'lganmisiz? Necha yildan beri foydalanasiz? 1 yildan beri xonamizga tashrif buyurgan bo'lsangiz, hozirgi kunda kitobxonlik haftaligi bo'lib o'tyapti. Mana bu dasturlar bilan foydalanib, kutubxonamizga tashrif buyurishingiz mumkin. Arzimas sovg'amizni taqdim etamiz. Sizlarni ham kutubxonamizga tashrif buyurishlaringizni kutib qolamiz. Sog' bo'ling. Viloyat kutubxonasi, ya'ni Alisher Navoiy nomidagi qayerda joylashganini bilasizlarmi? Sirdaryo viloyat axborot kutubxona markazi. Bilmas ekan. Boshqa viloyatdan bo'lganimiz uchun bilmayman. Ha, qaysi viloyatdansiz? Jizzaxmi? Bizni Sirdaryo viloyati Alisher Navoiy nomidagi axborot kutubxona markazimiz O'zbekiston Shoh ko'chasi 8-uyda joylashgan, mo'ljal yurt bayrog'i ro'parasida. Sizlarni hozirgi kunda kitobxonlik haftaligi bo'lib o'tyapti. Ya'ni 21-apreldan 27-aprelga qadar bo'lib o'tyapti. Mana bu yerda bizning kitobxonlik haftaligi bo'yicha dasturlar bilan tanishib chiqishingiz mumkin va bizni kutubxonamizga sizlarni tashrif buyurishlaringizni kutib qolamiz. Rahmat.